Bugun naqd uchta do'konimiz Jizzax viloyatiga yo'l olmoqda. Har bir do'kon keng va qulay bo'lgan 8.4 metr o'lchamda, ya'ni 32 kvadrat metrni tashkil etadi. Do'konlar issiqqa salqinlikni, sovuqda esa issiqlikni saqlovchi hozirgi kunda ancha urfga kirayotgan sendvich panellardan tayyorlangan. Do'konlarning tashqi qismi mustahkam va zamonaviy ko'rinishga ega. Alyukafon bilan qoplangan. Barcha do'konlar to'liq elektr montaj qilingan bo'lib, rozetkadan tortib to chiroqlarigacha barchasi tayyor. Sizga ham xuddi shunday ko'rinishdagi do'konlar kerak bo'lsa, quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqing. Bu videoni biznes qilaman deb do'kon qidirib yurgan do'stingizga ham jo'natib qo'yishni unutmang.